Kafansiz ko'milganlar. Bu o'zbek adabiyotidagi mashhur asarlardan biri bo'lib, u o'zbek yozuvchisi Shukur Xolmirzayev tomonidan yozilgan. Asarda inson taqdiri, jamiyatdagi noinsoflik, urush va uning oqibatlari, adolat va insoniylik masalalari katta badiiy kuch bilan tasvirlangan. Asar g'oyasi inson qadrini poymol qilinishi va adolatsizlikning jamiyatdagi o'rni. Kafansiz ko'milganlar timsoli o'zida jamiyat tomonidan unutilgan odamlar, nohaq jabrlangan insonlar, shaxsiy taqdiriga hech kim daxldor bo'lmagan qahramonlar fojiasi jamlangan. Asarda asosiy qahramonlardan ko'ra umumiy fojia timsoli kafansiz ko'milganlarning o'zi bosh o'rinda turadi. Yozuvchi insonning nafaqat jisman, balki ma'nan ham ko'milganini, buyuk fojia ekanligini ko'rsatadi. Kafansiz ko'milganlar o'ziga xos ramz bo'lib, ba'zi insonlar dunyodagi adolatsizlik, zulm yoki beparvolik tufayli kafansiz qoidalar, ya'ni ularning azobi yashirin qoladi. Hech kim ularni eslamaydi yoki ularga hurmat ko'rsatmaydi. Bu asarning markaziy timsoli bo'lib, ular urushda halok bo'lgan, munosib dafn etilmagan, jamiyat uchun narxsiz deb hisoblangan odamlar, haq-huquqi poymol etilgan insonlar, xotiradan o'chirilgan, yolg'iz qolgan, hech kimga kerak bo'lmay qolgan shaxslardir.